Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Men Farg'ona davlat universiteti matematika kafedrasi o'qituvchisi Toshbuvayev Bobur Mashrab o'g'li sizlarga silindr va uning sirti mavzusida taklif qilib beraman. Mavzuyimiz ikkita bobdan iborat bo'lib, birinchi bobimiz sirtlar va ularning hosil bo'lishi, ikkinchisi silindrik sirtlar va silindr qismiga bo'lingan. Xulosa foydalanilgan adabiyotlar ro'yxatidan iborat. Xo'p, mavzuyimiz: agar bizni o'rab turgan tashqi muhitni geometrik nuqtai nazardan qarasak, juda ko'p shakllarni oddiy va murakkab chiziq va sirtlardan tashkil topganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, tabiatda sirtlar har xil geometrik ko'rinishlarda uchrashi mumkin va nihoyatda aynan shu shakllarning har xil xususiyatlar va mustahkamligi bo'lishi haqida ma'lumotlar olishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, misol sifatida oddiy tovuq tuxumini oladigan bo'lsak, bu tovuq tuxumining sirti o'ta yupqa bo'lgani bilan, lekin juda yaxshi mustahkamlikka ega bo'ladi. Yoki qushlarning qanoti, samolyotning qanotlari, bularning sirt tuzilishi, ularning kelib chiqish, ishlatilish maqsadiga nisbatan ba'zi bir xususiyatlarga ega bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Yana bir shuning uchun sirtlarning ma'lum qonuniyatlar asosida hosil bo'lgan sirtlarning ba'zi bir turlari ustida fikr yuritish, ularni hosil bo'lish qonuniyatlarini o'rganish va ularni amaliy jarayonlarda ishlatilishini bilish har bir oliy ma'lumotli mutaxassis uchun katta ahamiyat kasb etadi. Sirtlarning hosil bo'lishi. Chizma geometriya fanida nuqtai nazaridan sirtlar biror egri chiziqning yoki sirtning fazoda ma'lum bir qonuniyatlarga muvofiq uzluksiz harakati natijasida hosil bo'ladi deb tushuniladi. Bu harakat kinematik harakat sifatida qabul qilinadi. Birinchi shaklga e'tibor bersak, bu yerda sirtning hosil bo'lishi ikkita chiziqning bir-biriga nisbatan harakati natijasida hosil bo'lyapti. Sirtlarning bunday hosil bularning birini yasovchi va birini yo'naltiruvchi chiziqlar sifatida qabul qilamiz. Yo'naltiruvchi chiziq e'tibor beradigan bo'lsak, ushbu chiziqimiz yo'naltiruvchi chiziq sifatida qaralyapti. Yasovchi chiziqlarimiz bularimiz. Agar biz bunday yasovchi va yo'naltiruvchi chiziqlarni ma'lum bir chiziqlarning to'plami sifatida qabul qiladigan bo'lsak, bu to'plamlarning har bir elementi ikkinchi bir to'plamning har bir elementi bilan alohida kesishadi. E'tibor beradigan bo'lsak, sirtimizni yasovchi va yo'naltiruvchi chiziqlarini o'rnini almashtirib gapirsak ham sirtning turi hosil bo'laveradi. Agar biz sirtni bu chiziqlarimizni turini o'zgartiradigan bo'lsak, boshqa turdagi sirtlar hosil bo'lishini tushunishimiz mumkin. Ya'ni yo'naltiruvchi chizig'imiz to'g'ri chiziqdan iborat bo'ladigan bo'lsa, boshqa turdagi yoki egri chiziqdan iborat bo'ladigan bo'lsa, boshqa turdagi yasovchini to'g'ri chiziq sifatida qaraydigan bo'lsak, yo'naltiruvchini egri chiziq sifatida qabul qiladigan bo'lsak, boshqacha sirtlar hosil bo'ladi. Agar biz har ikkala chizig'imizni to'g'ri chiziq sifatida qabul qiladigan bo'lsak, yassi tekislik paydo bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Sirtlar ortogonal proyeksiyalarni chizmada tasvirlash uchun ularning har bir nuqtasini elementlari ma'lum bo'lishi kerak. Shuning uchun sirtlarni yo'naltiruvchi egri chiziqlari, proyeksiyalari va yasovchilarning harakat usuli bilan beriladi. Sirtlarni hosil qilish usullari bir necha xildir. Masalan, doiraviy sirtlar, doiraviy silindr sirt. Ikkinchi shakl.
quyidagi qonuniyatlar asosida hosil qilish mumkin. Birinchisi, el yasovchi silindrni I o'qi atrofida unga parallel vaziyatda aylantirib harakat qilishi. Ushbu silindrning hosil bo'lishi el yasovchimiz to'g'ri chiziqdan iborat va o'qimiz el yo'naltiruvchi chizig'imiz, ushbu holatda yo'naltiruvchi chizig'imiz aylana. Bu ma'lum bir egri chiziq ham bo'lishi mumkin. Mana shu to'g'ri chiziqni parallel ravishda ushbu aylanani atrofida aylantirishdan silindrik sirtni hosil qilish mumkin bo'ladi. Ikkinchi holati, T aylana yasovchini silindr o'qi bo'ylab harakat qilishi orqali hosil qilish. Faraz qilaylik, mana bu aylanamiz, mana bu yasovchimiz. Bu yo'naltiruvchi aylanamizni mana shu yasovchi bo'ylab yuqoriga ko'tarishimizdan silindrik sirtni hosil qilishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, uchinchi holatimiz biror K yasovchi egri chiziqni I o'q bo'ylab aylanishi natijasida hosil bo'ladi. Xo'p, K egri chizig'imiz mavjud bo'lsin. Uni ushbu o'q, markaziy o'q atrofida aylantirganimizda ham ma'lum bir sirt hosil bo'ladi. Bunday sirtlarni, ya'ni ma'lum bir o'q atrofida aylantirishdan hosil bo'lgan sirtlarni aylanish sirtlari deb atasak ham bo'laveradi. Sirtlarning hosil bo'lish usullari va ularning ta'rifi berilgan belgilari asosida quyidagi turlarga bo'linadi. Ya'ni biz sirtlarning hosil bo'lishini ikkita chiziqning harakatiga bo'lib oldik. Bu chiziqlarning turlariga qarab, ularning hosil bo'lishini quyidagi turlarda bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Yasovchilarning ilgarilanma, aylan va vinsimon harakat qilishi natijasida hosil bo'ladigan sirtlar. Yasovchilarning turiga qarab to'g'ri chiziqli, yasovchining turi to'g'ri chiziq va egri chiziqli yasovchilardan iborat bo'lgan sirtlar. Uchinchisi, yasovchilarning harakat jarayonida o'z shaklini muttasil o'zgartirib yoki o'zgartirmasdan hosil bo'ladigan sirtlar. Bunday sirtlar yasovchi hozir mana bu yerda to'g'ri chiziq sifatida qarayotgan bo'lsak, bu to'g'ri chizig'imizni ma'lum bir aylantirayotganimizda ma'lum bir qonuniyatlar asosida o'zgarib qolishi yoki egri chiziqqa aylanib qolishi natijasida sirtning turi o'zgarishi mumkin bo'ladi. Sirtlar tekislikka yoyilishi yoki yoyilmaslik belgilari asosida ham turlarga bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Sirtlarni analitik va grafik usullarda berilishi, sirtlarning differensial xususiyatlari, sirtlarning tekislik yoki notekisligi hamda ularning egriligi asosidagi sirtlar. Ko'proq bu 6-turdagi sirtlarimiz differensial geometriya kursida qaraladi. Differensial geometriya kursida sirt sifatida ma'lum bir ochiq to'plamning topologik akslantirishdagi obrazi sirt sifatida qabul qilinadi. Pastga tush. Silindrik sirtlar. Silindrik sirtlar konus sirtlarning xususiy holidir. Ya'ni bunda konusning uchi cheksizlikda bo'ladi. Shuning uchun silindrning hamma yasovchilari o'zaro parallel bo'ladi. Aslida biz silindrik sirt sifatida ma'lum bir adabiyotlarda shunday tushunchalar ham kelib qoladi. Silindrik sirt sifatida biz qaraydigan bo'lsak, yasovchi qandaydir egri chiziq va yo'naltiruvchi qandaydir egri chiziq, yasovchilar esa o'zaro parallel to'g'ri chiziqlardan iborat bo'ladi. Biz konus simon sirtni oladigan bo'lsak, konus simon sirtlarimiz bular ma'lum bir nuqtada, yasovchilar ma'lum bir nuqtada chiquvchi va yo'naltiruvchi ma'lum bir egri chiziqdan iborat bo'ladigan o'tkirlanish sirtga o'xshatsak bo'ladi. Agar yuqori kurslarda abstrakt geometriya qismlarini qaraydigan bo'lsak, bu qismlarda parallel to'g'ri chiziqlarni cheksizlikda uchrashish haqida nazariyalar uchrab qoladi. Demak, biz konus simon sirtning yasovchilarini ma'lum bir cheksizlikda uchrashadi degan parallel to'g'ri chiziqlar sifatida qarashimiz mumkin bo'ladi. Oxirgi xulosamiz shundan iborat bo'ladiki, bu ikkala tushuncha bir-biri bilan albatta ustma-ust tushadi. Silindrik sirtlar ham konus sirtlarga o'xshab ochiq yoki yopiq bo'lishi mumkin. Silindrik sirtlar epyurda yasovchilar biz
4-chi shakl B'da silindrik sirt yo'naltiruvchisi A1, A2, egri chiziq va yasovchilarning yo'nalishi S1 va S2 bilan belgilanadi. Agar yo'naltiruvchi siniq chiziq bo'lsa, hosil bo'lgan sirt prizma deyiladi. Nuqta silindr sirtga tegishli bo'lishi uchun uning biror yasovchining ustida yotishi kerak. Masalan, 4-chi shakl B shaklda K nuqtaning yetishmagan K1 gorizontal proyeksiyasini topish uchun berilgan K2 orqali S2 ga parallel qilib yasovchi o'tkaziladi. K2 Y2 ning gorizontal Y1 va K1 proyeksiyalari aniqlanadi. K1 nuqta izlanayotgan nuqta bo'ladi. Sirtlar chizmalarda yaqqolroq tasvirlanishi uchun ular ocherklar bilan belgilanadi. Sirtlarning gorizontal proyeksiyalaridagi ko'rinadigan kesimi gorizontal ocherk, frontal proyeksiyadagi ko'rinadigan qismi frontal ocherk deyiladi. Sirtlar epyurlarda gorizontal va frontal ocherklar bilan belgilanadi. Bunda sirtlarning ko'rinadigan qismi tutash yo'g'on chiziqlar bilan, ko'rinmaydigan qismi esa shtrixli ingichka chiziqlar bilan ko'rsatiladi. Shu o'rinda aytishim kerakki, sirtlarning epyuri deganda sirtlarning tekislikka yoyilgan chizmasi tushuniladi. Ushbu chizmalarda silindrik sirtlarning ba'zi bir turlari haqida gaplashsak. Silindrik sirtlarni aytganimizdek, yasovchi va yo'naltiruvchilarga nisbatan turlarga bo'lamiz. Bu yerda yasovchilar sifatida faqatgina to'g'ri chiziqlar qaraladi. Yo'naltiruvchilar sifatida ellips, giperbola hamda parabola qaralgan. Birinchi chizmamizga qarasak, ushbu chizmamiz yo'naltiruvchisi ellipsdan iborat, yasovchilari esa parallel to'g'ri chiziqlardan iborat bo'lyapti. Ikkinchi chizmamizga qaraydigan bo'lsak, ushbu chizmamizning yo'naltiruvchisi giperboladan iborat bo'lyapti va yasovchilari parallel to'g'ri chiziqlardan. Uchinchi holatimizda esa yasovchimiz paraboladan iborat bo'lyapti, yo'naltiruvchimiz paraboladan iborat bo'lyapti, yasovchimiz esa parallel to'g'ri chiziqlardan iborat bo'lyapti. Ushbu 3 holat haqida gaplashadigan bo'lsak, bu 3 holatda yo'naltiruvchilarimiz turli xil chiziqlardan iborat bo'lyapti, lekin yasovchilarimiz to'g'ri chiziqlardan iborat bo'lyapti. Maktab darsliklarida odatda ushbu birinchi elliptik silindr haqida fikrlar keladi. Qolgan turdagi silindrlar oliy ta'limda o'rgatiladi. Elliptik silindrni ham asosidagi yo'naltiruvchi chizig'i aylana bo'lgani haqida ma'lumotlar keltirilgan. Ushbu asosi aylanadan iborat bo'lgan silindrimizni hajmi va to'la sirti haqida gaplashadigan bo'lsak, ushbu silindrning to'la sirti 3 xil sirtdan iborat bo'lyapti. Birinchisi yon sirti, ikkinchisi yuqori asosi, uchinchisi ostki asosi. Yuqori va ostki asoslarga e'tibor beradigan bo'lsak, bular doiralardan iborat bo'ladi, agar aylanma sirt bo'lsa. Ushbu yon sirti esa yoyiladigan sirt hisoblanadi, yassi tekislikka yoyiladigan sirt hisoblanadi. Yassi tekislikka yoyganimizda to'g'ri to'rtburchak hosil bo'ladi. Demak, silindrimiz asosi aylanadan iborat bo'ladigan bo'lsa, uning to'la sirti ikkita doiraning yuzi va yon sirti, ya'ni to'g'ri to'rtburchakning yuzidan iborat bo'lar ekan. Ikkita doirani yuzi sifatida doiralarimizning radiuslari markaziy o'qdan ixtiyoriy aylanagacha bo'lgan masofa uning radiusi hisoblanadi va uning yuzi πr kvadratga teng. Demak, biz ikkita doirani yuzini olishimizda 2πr kvadratni qarashimiz kerak bo'ladi. Yon sirt yuzini qaraganimizda, yon sirt yuzi to'g'ri to'rtburchakdan iborat bo'ladi va to'g'ri to'rtburchakning bir tomoni ushbu doiraning yoy uzunligidan hamda silindrning balandligidan iborat bo'ladi. To'g'ri to'rtburchakning tomonlari va uning yuzi 2πrl h dan iborat bo'ladi. Xulosa silindrning to'la sirti 2πr kvadrat qo'shilgan 2πrl h ekan. Silindrimizning hajmiga to'xtaladigan bo'lsak,
Silindrimizning hajmi S asos H ga teng bo'ladi. Asosi pi r kvadrat doiradan iborat bo'lgani uchun uning yuzi pi r kvadrat, balandligi yasovchining uzunligiga teng bo'ladi. Ya'ni pi r kvadrat H. Demak, mana aytilgan fikrlarimizni chizmada ko'radigan bo'lsak, ushbu silindrik sirtimiz uni tekislikka yoyganimizda ikkita doira va to'g'ri to'rtburchakdan iborat bo'lyapti. Demak, doiraviy silindr deb parallel tekisliklarda yotuvchi ikkita teng doira va yasovchilari berilgan tekislikka perpendikulyar bo'lgan silindrik sirtlar bilan chegaralangan geometrik jismga aytiladi. Bunda parallel tekisliklarda yotgan doiralar silindrning asoslari, silindrik sirt esa uning yon sirti deyiladi. Silindr asoslarining markazlarini tutashtiruvchi OO1 kesma, mana bu kesmamiz. OO1 kesmamiz silindrning o'qi deb ataladi. To'g'ri doiraviy silindr qaralganda OO1 kesma o'qning uzunligi silindrning balandligiga teng bo'ladi. Ya'ni ushbu o'qning uzunligi silindrning balandligiga teng holatda saqlanadi. OO1 barobar H. Silindr asosining radiusi R bilan belgilaymiz. Ya'ni OA, ya'ni o'qimizdan A nuqtagacha bo'lgan masofani OA deymiz va u R, ya'ni silindr asosining radiusi sifatida yuritiladi. Silindrik sirt AA1 yasovchi bo'yicha qaraymiz va tekislikka yotkazamiz. Natijada silindrning 4-chizmadagi holati, silindrik sirtning 4-chizmadagi holati paydo bo'ladi. Keyingisiga o'tib silindr yon sirt yuzi sifatida uning yon sirt yoyilmasining yuzi qabul qilinadi. U to'g'ri to'rtburchakdan iborat bo'lgan S yon AC ko'paygan AA1 bo'ldi. AC kesmaning uzunligi silindrning asosida yotgan aylana uzunligidan iborat bo'lyapti. Agar silindrning asosining radiusi R silindrning balandligi H bo'ladigan bo'lsa, silindr yon sirtining yuzi S yon barobar 2πr H dan iborat bo'ladi. Silindrning to'la sirt yuzi S yon qo'shilgan S asos. Doiraning yuzi πr kvadratligi hisobga oldik. Bu holatda demak S to'lamiz 2πr H qo'shilgan 2πr kvadrat ko'rinishdagi ifoda orqali topiladi. Yoki ushbu ifodani soddaroq shaklda 2πr ko'paygan qausni ichida H plus R ko'rinishida yozishimiz mumkin bo'ladi. Demak, silindrning hajmi haqidagi qismiga to'xtalib o'tamiz endi. Silindrimizni markaziy o'qini X o'qiga joylashtiradigan bo'lsak va uning yasovchisi to'g'ri chiziqdan iborat bo'lsin. Bu to'g'ri chiziqni X o'q atrofida aylantirishimizdan hosil bo'lgan silindr shaklni silindr sifatida qabul qilishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu silindrning hajmini topish masalasini qo'yaylik. Va agar biz silindrning yasovchisini biror funksiya sifatida qaraydigan bo'lsak, biror funksiyani X o'q atrofida aylantirishdan hosil bo'lgan jismning hajmi v barobar pi ko'paygan integral a dan b gacha fx ni kvadrati dx ga teng bo'ladi. Va e'tibor beraylik, ushbu yasovchimiz y o'qida qandaydir s songa mos kelsin. Ushbu s'imiz o'z navbatida silindrimizning asosining radiusiga ham teng bo'ladi. Ya'ni biz fx funksiyani o'rniga s ni va o'z navbatida r ni qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Va pi ko'paygan r kvadrat x, ya'ni o'zgarmas sonning s kvadrat deganimiz bu o'zgarmas son. O'zgarmas sonning boshlang'ichi o'sha son ko'paygan x ga teng bo'ladi. X integralimizning chegarasi a dan b gacha. Va bu chegaralarni qo'yganimizda pi r kvadrat b minus a ga teng bo'lib qoladi. E'tibor beraylik, b minus a imiz bu x o'qidagi chegaralar orasidagi masofa va bu silindrning balandligiga teng bo'ladi.
Xulosa B minus A ning o'rniga h ni qo'yishimiz mumkin bo'lar ekan. Ya'ni balandligini qo'yamiz. Ya'ni PR kvadrat h ga teng bo'ldi. PR kvadratimiz bu silindrning asosining yuzi edi. Xulosa silindrning hajmi oxirida S asos ko'paygan h ga teng bo'ladi. Endigi navbat og'ma silindrimiz haqida gaplashsak. Silindrlarimiz to'g'ri silindr yoki og'ma silindr deyilishini muhim farqlaridan biri bu yerda asosidagi mana bu ikkita doiramiz yotgan tekisliklarimiz bilan yasovchi to'g'ri chiziqlarimiz orasidagi burchak haqida fikr boradi. Bu burchak agar to'g'ri burchak, ya'ni pi taqsim 2 ga teng bo'ladigan bo'lsa, alfa burchagimiz bu to'g'ri silindr, ya'ni yasovchilari asos tekisligiga perpendikulyar bo'ladi. Va o'z navbatida og'ma silindrlar ham bo'ladi. Bu silindrlarimizda bu pi taqsim 2 ga teng bo'lmaydi. Pi taqsim 2 ga teng bo'lmagan holatdagi silindrlarimiz mana. Bu silindrimizni hajmini topish masalasini qo'yadigan bo'lsak, farz qilaylik bizga ushbu silindrni asosini radiusi hamda mana bu yasovchining uzunligi berilgan bo'lsin. Ushbu silindrning balandligi sifatida qarashimiz kerak bo'lgani, bu biz yuqori asos yotgan tekislikdan ostga asos yotgan tekisliklar orasidagi masofani olishimiz kerak bo'ladi. Bu masofamiz nimaga tengligi? Ya'ni h'imiz L ko'paygan sinus alfaga teng bo'lyapti. O'z navbatida silindrimizda hajmi S asos h ga, ya'ni PR kvadrat h. H ni o'rniga L sinus alfa qo'yadigan bo'lsak, PR kvadrat L sinus alfa. Ushbu formulaning ko'rinishi bizga masala shartlarida beriladigan kattaliklarga qarab o'zgarib borishi mumkin. Agar bizga ko'ndalang kesimni beradigan bo'lsa, ya'ni ko'ndalang kesimdagi doiraning yuzini beradigan bo'lsa, S doira. Ushbu silindrning hajmi L ko'paygan S doira sifatida qabul qilishimiz mumkin bo'lib qoladi. Sababi ushbu kesimni yuqoriga olib chiqib joylashtiradigan bo'lsak, to'g'ri silindrga o'tib qoladi. To'g'ri silindrimizning hajmi yon balandligi va asosining yuziga ko'paytmasiga teng bo'ladi. Xo'p, balandligi ushbu holatda bizda L ga va asosining yuzi bunga teng bo'ladi. Demak, u holatda V barobar S ko'ndalang kesim yuzi ko'paygan L bo'lib qolar ekan.